Assalomu alaykum. Mana bugun Atrabotga yoqda ishlaydigan pechkamizni proverka qilyapmiz, tekshiryapmiz. Deta 1 soat oldi yoqib qo'yganimizga. 1 soat yoqishimizdan maqsad rasxodlarini tekshirish. Mo'rlar bor. Hozir 10 minutcha bo'lib qoldi, mana choyni qo'yib qo'yganmiz. Uloqqa qo'ynayapti. Bir choyga qo'yib qo'yganmiz. Issiga o'ta kuchli, qo'llar kuydiryapti. Sig'ini ham bir ko'rsatib berayin. Guyutdi. Aytiga. Tepasida ham ko'rganingizdek issiga o'ta kuchli. Bemalol 50-60 kvadrat istadi. Buni qayerlarda ishlatsa bo'ladi deganlarga основной parnilarda, ustanalarda, og'ilxonalarga qo'ysa bo'ladi. Tovuq boqadigan fermalarga qo'ysa bo'ladi. Yana o'shunga o'xshagan ishlarga foydalanishga o'ta qulay, yengil, o'ta ekonomичный. Bachoga bo'ladi. Bachoga 2 litr. Shu Atrabotga yoqib turadigan bachoga. Hozir 1 litr yoq quyib qo'ydik 1 soat burun. 200 grammdan oshuvroq yog'i oshib qoldi. Deta bu degani 1 litr yoq 1,5 soatga yaqin yonadi degan. Shunaqa qizib qo'yilsa agar tomchilatib qo'ysa undan ham ozroq ketadi. Qaysi 2-3 soatgacha eng minimum tomchilatish 3 soatgacha yetib beradi. Hozir shu yonib turgani o'ta zo'r bo'lyapti. Issiqni ham o'ta kuchli tarqatyapti. Mana yonayotgan ko'rsatdik. Stabil yonib turibdi. Bir xil. Bunda ancha-muncha ovqat, yengilroq ovqatlar qilsa bo'ladi. Lekin bemalol choy qaynatsa bo'ladi. Bir vaqt o'zim ham tepasida, ham bu tarafida, ham bu tarafida bemalol choy qaynatsalar ham bo'ladi. Kimga shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa ham yasab beriladi. Xohlasa adres Suzok. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Bir kunda yasab beriladi. Narxiga to'xtalib o'tsak, narxi 7,5 ming. Ozgina o'tib beradigan yo'li bor.